Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 4. kısım Allah'ın peygamberleri ve elçilerini biliş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 4. bab Peygamberlerinin esil sübetleri. Peygamberler Allah Subhanahu ve Teala tarafından tanlanan kişilerdir. Peygamberlerini Allah Subhanahu ve Teala özü bevasıta bekitidi. Hiç kim Allah Subhanahu ve Teala'nın ruhsati bo'lmay turib, özünü men peygamber devası bo'lmaydi. Kimning Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberi ve Resulü bo'ladiganligini faqat Allah Subhanahu ve Teala özüli belgilaydi. Allah Subhanahu ve Teala yana farishtalar orasidan elchilarni tanlab, shular orqali vahiyni peygamberlarga avatidi. Şunun bilen peygamberler Allah Subhanahu ve Teala evetken vahiyni insanlığa yetkizidi. Allah Subhanahu ve Teala şundaq deydi. Tercümesi: Allah farishtalardan mı peygamberlerge vahiy yetkizish uchun elchilarni tanlaydi. Allah hakikaten hemmini anlap turguchidir, hemmini ko'rib turguchidir. Sura Hac 75. ayet. Peygamberlik amaneti Allah Subhanahu ve Teala tarafından berilgan katta sovg'idir. Allah Subhanahu ve Teala bu nimetni bendileri arasından sanoqli kishilarga ato qilgan. Allah Subhanahu ve Teala kimning peygamberlikka loyiq ekanligini yaxshi biladi. Allah Subhanahu ve Teala shundaq deydi. Tercümesi: Allah peygamberlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Sura An'am 124. ayet. Peygamberlik katta şereftir. Allah Subhanahu ve Teala tarafından peygamberlik tanlangan kişi zor şerefke nail bo'lgan bo'ladi. Biz 2. babda Allah Subhanahu ve Teala özünün 18 peygamberini bayan qilgan ayetini naql qilgan edik. Şu ayetning davomida Allah Subhanahu ve Teala shundaq deydi. Tercümesi: ularning hammasini jahon ahlidan ustun qildik. Sura An'am 86. ayet. Allah Subhanahu ve Teala yani shundaq deydi. Tercümesi: kimlerki Allah'a ve peygamberge itaat qiladigan, ular oxiratda Allah'ın ni'matiga erishgan peygamberler, siddiqlar, shahidlar ve solihlar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Sura Nisa 69. ayet. Allah Subhanahu ve Teala yana shundaq deydi. Tercümesi: Allah'ın ni'matiga erishgan ana shu peygamberler Adem aleyhisselamның neslidendir. Biz Nuh bilen birga kemiga salganlarning neslidendir. İbrahimning neslidendir. İsrail ve Yaqub aleyhisselamның neslidendir. Biz imanға hidayet qilgan peygamberlikki tanlaganlardandır. Ularga merhametlik Allah'ın ayetleri tilavet kılıngan çağda secde qilgan ve yığılgan halda ziminga yıkıldı. Sura Meryem 58. ayet. Peygamberler özara biraderlerdir. Adette biraderler taq, turqi, micaz, hulq, etiqat ve başka cihetlerde birbiriga o'xshaydi. Peygamberler bolsa özara texmi köp ortaklıklar ega. Gerçi ular o'xshamagan makan ve zamanda yaşagan bolsa-mu, lekin ular o'zaro birodarlarga o'xshashdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlarni oti bir, ana boshqa birodarlarga o'xshatgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellemning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi: men dunyo va oxiratda kishilar orasida Isa ibn Maryamga eng yaqin kishi bo'laman. Men bilan uning orasida payg'ambar yo'q. Payg'ambarlarning hammasi oti bir, ana boshqa birodar bo'lib, hammasining dini birdir.
İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Ba'zi o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining ma'lum bir payg'ambarining katta fazilatidan xabar berdi. Bu xil ahvolda biz payg'ambarlarning hammasi birodar bo'lgan ekan, qolgan payg'ambarlarmi mush xil esil fazilatga ega ekan degan yakunni chiqarib olamiz. Payg'ambarlarning diniy va axloqiy sifatlari. Ular eng esil axloqqa ega edi. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning o'z payg'ambarlarini insonlar orasidagi eng yaxshi kishilar sifatida tanlaganligini bayon qilgan edik. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Allah haqiqatan Ademni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlik tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. Sura Ali İmron 33-oyat. Buningdan sirt Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambarlarga boshqa insonlarda yo'q katta fazilat va esil axloqlarni ato qilgan. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Sura Anbiya 73-oyat. Payg'ambarlar ma'naviy va jismoniy jihatlarda boshqa barliq insonlardan ustun qilingan. Ular insonlarga o'rnak bo'lg'idek katta axloqlarga ega edi. Shundaqla ular yana Alloh subhanahu va taoloning diniga da'vat qilish yo'lidagi arziyat va jafo mushaqqatlarga sabr qilg'idek jismoniy va ruhiy quvvatga ega edi. Biz Qur'on va sunnatdan payg'ambarlarning esil xuluqlarini ko'rib olaymiz. Ularning esil axloqlaridan ba'zilari tuvandikcha: rostchilik, samimiyat, odillik, shafqat, muloyimlik, keng qo'soqlik, sabrjonlik, kamtarlik va hokazolar. Anas radhiyallohu anhu shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning ichidagi eng kelishgan, eng sehi, eng jasur kishi edi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Anas radhiyallohu anhu yana shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlar orasida axloqi eng yaxshi kishi edi. İmam Muslim va İmam Abu Davud to'plagan. Payg'ambarlar kishilarning eng sharaflikidir. Payg'ambarlar boshqa barliq kishilardan sharaflidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisda İbrahim alayhissalom va uning avlodlaridan bo'lgan 3 payg'ambarning sharafini bayon qilgan. Abu Hurayra va Ibn Umar radhiyallohu anhumalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: sharaflik zot İbrahim alayhissalomning o'g'li bo'lgan sharaflik zot Ishoq alayhissalomning o'g'li bo'lgan sharaflik zot Yaqub alayhissalomning o'g'li sharaflik zot Yusuf ibn Yaqub ibn Ishoq ibn İbrahimdir. İmam Buxoriy va İmam Ahmad to'plagan. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomni esil payg'ambar deb sifatlab shunday degan. Tarjimasi: ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avnning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Sura Duxon 17-oyat. Payg'ambarlar kamtar va hayoliqdir. Hayoliq kishi Alloh subhanahu va taoloning yoki insonlarning o'zini xato ish qilayotgan holatni ko'rishini xohlamaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hayoliq bo'lishni maqtagan.
Ve u sallallahu aleyhi ve sellem özümü başka her kandak insandan hayalık idi. Bunun misali üçün Sahihul Cami 3196'dan 3202 numaralı hadislerge qarang. Bu vaqtki hadisni İmam Buxari, İmam Muslim ve başkalar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhudan rivayet qilgan. Musa aleyhisselam mu intayin hayalık idi. Abu Hureyre radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Musa aleyhisselam bedenlerini yapıdığan hayalık kişi idi. İmam Buxari ve başkalar toplagan. Peygamberler samimidir. Peygamberlerinin naçar ahlaklık bo'lişi mümkün emas. Ular yalgan sözlemeydi, başkalarını aldımaydı, asilik qilmaydı, g'ayvat qilmaydı ve hakadalar. Bazı kişiler birovni tanqidlash yoki ergeç küçülerinin onu adeplab qo'yishi uchun ko'z qisib qo'ydi yoki maxfiy ishorat qiladi. Lekin her qandaq bir payg'ambardan bundaq ish sodir bo'lmaydi. Anas radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Peygamber maxfiy ishorat qilib yurmaydi. İmam Ahmed ve İmam Abu Davud toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 2412 numar ve As-Sahiha 1723 numarda sahih deb bahalagan. Said radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Peygamberinin közlerinin hainlik qilishi, yani onun birer maqsadni uqtirish uchun ko'z qisib yurishi durust bo'lmaydi. İmam Abu Davud, İmam Nesai ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 2426 numar ve As-Sahiha 1723 numarda sahih deb bahalagan. Peygamberler en takvadarlardır. Adetki kişilerinin bazıları yaxshi ve takvadar bolsa, yeni bazıları naçar, fasıqlardır. Halbuki peygamberler hiçbir zaman fasık olmaydı. Ular insanların en takvadarlardır. Biz kitabımızın 2. babında En'am suresideki Allah subhanahu ve teala 18 peygamberini zikir qilgan ayetni naql qilgan edik. Şu ayetning davomida Allah subhanahu ve teala shundaq deydi. Tercümesi: ularning hammasi solihlardandir. Sure An'am 86. ayet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Peygamberlerinin kalbi uxlamaydı. Biz uxlaganda kalbimiz mi uxlaydı? Şu sebepten biz etrafımızda nima ishlar bo'layotganligini bilolmaymiz ve Allah subhanahu ve teala'ga ibadet qilolmaymiz. Lekin peygamberler undaq emas. Ularning kalbi her vaqt o'yg'oq turdi ve Allah subhanahu ve teala'ga itoatli bo'ladi. Anas radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: biz peygamberlerinin közlerimiz uxlaydı, kalbimiz uxlamaydı. İmam Buxari ve başkalar toplagan. Peygamberler Allah subhanahu ve teala'ga en yaxshi ibadet qildi. Peygamberler Allah subhanahu ve teala'ga en yaxshi ibadet qiluvchilar bo'lib, ular Allah subhanahu ve teala'ni başka kişilerden yaxshi tanıydı ve Allah subhanahu ve teala'ni hammadan bek yaxshi ko'rdi ve onundan hammadan bek qo'rqdi. Anas radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: hakikaten Allah bilan qasamki, men aranglarda Allah'tan en qo'rqadigan ve onunla hammadan bek taqvodorlik qildigan kishiman. İmam Buxari, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Abu Darda ve İbn Amr radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi:
Davud aleyhisselam insanların en ibadetkârı idi. Bu hadisni İmam Müslim İbn Amr radıyallahu anhu'dan, İmam Tirmizi ve başkalar Abu Darda radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan. Akıllık kişi ibadet ve itaat arqılıq Allah subhanahu ve ta'alaga boysunudu. Kişi Allah subhanahu ve ta'alani qancha yaxshi tonigan siri Allah subhanahu ve ta'alaning itaatchan bendisi bo'lishga bo'lgan intilishi shuncha kuchaydi. Ana shu sababdan Allah subhanahu ve ta'alani nihoyatda yaxshi tonigan farishtalar hech qachon Allah subhanahu ve ta'alaga ibodat qilishdan zerikib qolmaydi. Allah subhanahu ve ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Masihmu Allohga yaqin farishtalarmu Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Sura Nisa 172 oyat. Payg'ambarlarmu insondir. Ular insonlarning eng yaxshilaridir. Barliq payg'ambarlar Allah subhanahu ve ta'ala tarafidan yaratilgan. Ularning hammasi inson, ya'ni insonlarning eng yaxshilaridir. Allah subhanahu ve ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Payg'ambarlari ularga dedi: Biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz. Lekin Alloh bandalardan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Sura İbrahim 11-oyat. Allah subhanahu ve ta'ala o'z payg'ambarlarining eng yaxshisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi ve sellemga xitoban shunday degan. Tarjimasi: Biz senden ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Sura Yusuf 109-oyat. Payg'ambarlarning inson ekanligi ularda boshqa insonlarga o'xshash pixsiqlik, qo'rqinchoqlik, aldirong'ulik, o'rinliq degandek illatlar borligidan derak bermaydi. Ular insoniy tabiatga ega, lekin ular Allah subhanahu ve ta'ala tarafidan insonlarning eng yaxshilari bo'lishga tanlangan. Payg'ambarlarning hammasi erlardir. Biz yuqorida bayon qilgan Yusuf surasining 109-oyatida Allah subhanahu ve ta'ala barliq payg'ambarlarning erlar ekanligi haqida xabar bergan. O'tmishdagi nurg'un ayollar intayin taqvodor bo'lsa-mu, lekin hech biri payg'ambar emas edi. Payg'ambarlarning faqat erlardan tanlanishining sabablaridan ba'zilari tuvandikicha. Birinchi, Allah subhanahu ve ta'alaning dinini yetkazish jarayonida payg'ambarlar doim oshkora so'rinlarda so'z qilishga, kishilar bilan oshkora va ayrim ko'rishishga, zaminda safar qilishga, kofirlarga yuzlanib, ular bilan munozirlashishga, qo'shin to'plashga va uning yetakchilik qilishga muhtoj bo'ladi. Bu ishlarni faqat erlarlar loyiqida ado qila oladi. Ikkinchi, payg'ambar o'z ergashkichilarini boshqaradi va ular uchun o'rnaklik rol o'ynaydi. Bu ishmi ayol kishining qo'lidan kelmaydi. Chunki Allah subhanahu ve ta'ala ayol kishining boshqarish huquqini uning eriga topshirgan. Sura Nisa 34-oyat. Ya'ni o'zi erlarining boshqarishi va yetaklashiga muhtoj bo'ladigan ayollar bir qavm yoki bir ummatga boshchi bo'la olmaydi. Uchinchi, ayollar hayz ko'rish, homildorlik, bola emitish degandek tabiiy ahvollarning cheklamasiga uchraydi. Bu odatda ularning normal ishlarini davomlashtirishig'imi to'salg'i bo'lgan ahvolda Allah subhanahu ve ta'alaning dinini kishilarga yetkazishdimi zo'r to'salg'i bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Payg'ambarlar boshqa insonlarga o'xshash yeb ichidi va faoliyat qiladi. Nurg'un nadon insonlar bo'libmi kofirlar orasidagi nadonlar payg'ambarlarda Allah subhanahu ve ta'ala o'xshash ilahiy xususiyatlar bor deb qaraydi. Ular payg'ambarlarning haqiqiy inson emas. Ular yemaydi, ichmaydi
g'ayibni biladi deb qaraydi. Bu qarashlarning hammasi xato. Izohat. Bu yerda tilga ilingan g'ayib bizga yoshirin bo'lgan va biz faqat vahiy orqaliqla bilalaydigan ilmlardir. Bu yiroq o'tmish va kelgusi haqidagi ilmni o'z ichiga oladi. U Alloh subhanahu va taologa, uning payg'ambarlarga, osmonlarga, oxiratga va boshqa biz ko'ra olmaydigan va bu cheklik aqlimiz orqali anqira olmaydigan barliq şeylarni o'z ichiga oladi. Izohat tugadi. Payg'ambarlarmu boshqa insonlarga o'xshashla yeb ichidi va harakat qiladi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: biz sendin ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasila albatta tamoq yeydi, bozorlarda minib yuratdi. Sura Furqon 20-oyat. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo Isa alayhissalom haqida shunday deydi. Tarjimasi: Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. U ikkisi tamoq yeydi. Yana ularmu boshqa maxluqlarga o'xshashla go'sht, so'ngak, tomir va paylardan tarkib topgan edi. Sura Maida 75-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana o'zining oxirgi va eng yaxshi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitoban shunday degan. Tarjimasi: ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, aytqinki, men sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilahinglar yolg'iz bir ilohdir. Sura Kaf 110-oyat. Payg'ambarlarning oilasi va bola chaqalari bor. Payg'ambarlarning insoniy tabiatining yana bir tarafi ularning to'y qilib, uy o'choqliq va farzandlik bo'ladiganligidir. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: biz sendin ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga xotinlar va bolalar berdik. Sura Ra'd 38-oyat. Payg'ambarlar turmushini qamdash uchun tirikchilik qiladi. Payg'ambarlar turmushini qamdash uchun normal kasblar orqali tirikchilik qiladi. Ya'ni ular hech ish qilmay rizqning o'zlariga kelishini kutib o'ltirmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizga Musa alayhissalomning voqeasini bayon qilib, uning bir buvayning yonida 10 yil qo'y boqqanligidan xabar bergan. Qasas surasi 27-oyat. 10 yildan keyin Musa alayhissalom Misrga qaytgan va shu qaytish safarida Alloh subhanahu va taolo uningga so'z qilgan. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima o? Musa aytdi: u mening hasam. Uningga tayiniman, uning bilan qo'ylarimga g'azanqi qilib beraman. Mening yana boshqa ehtiyojlarim bor. Alloh: ey Musa, uni yerga tashlag'in dedi. Musa uni tashlab edi, u nagahan mengayotgan bir yilonga aylandi. Sura Toha 17-oyatdan 20-oyatgacha. Boshqa payg'ambarlarning hammasi qo'y boqqan. Bu vaqtda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Alloh avatgan payg'ambarlarning hammasi qo'y boqqan. Imom Buxoriy va boshqalar to'plagan. Shundaqla Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Zakariya alayhissalom yog'ochchi edi. Imom Muslim, Imom Ahmad, Imom Ibn Majah to'plagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Davud payg'ambar faqatla qo'lining amgigidan yeydi. Imom Buxoriy to'plagan.
Biz shuni esimizda tutishimiz kerakki, payg'ambarlar pok rizq tepish uchun faqat yaxshi va durust xizmatlarni qiladi. Bu nodon kishilarning rizq tepish uchun vosita tanlamasdan harom ishlarni qilishiga qat'iy o'xshamaydi. Shaddad ibn Avs radhiyallohu anhuning jiyan qizi Ummu Abdulloh radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: payg'ambarlar pok narsalardan boshqani yemaslikka, solih amallardan boshqani qilmaslikka buyurilgan. İmam Hakim to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 1367-numur va As-Sahiha 1136-numurda Hasan deb baholagan. Payg'ambarlarga qilingan bu buyruq tövendeki oyatdami bayon qilingan. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ey payg'ambarlar, halol narsalarni yenglar, yaxshi amallarni qilinglar. Sura Mu'minun 51-oyat. Payg'ambarlar g'aybni bilmaydi. Payg'ambarlarning hammasini Allah subhanahu va taolo yaratgan. Ular Allah subhanahu va taoloning qudrati va tizgini ostidadir. Payg'ambarlardan hech birining dunyoda xolig'ini qila oladigan qudrati yo'q. Ulardan hech biri Allah subhanahu va taoloning iznisiz foyda yoki ziyon yetkazolmaydi. Ulardan hech biri Allah subhanahu va taoloning qarorlarini o'zgartirolmaydi. Shundaqla ulardan hech biri Allah subhanahu va taoloning bildirgandan boshqa g'aybdan hech narsa bilmaydi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: aytqinki, Allah xohlamagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan deb qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar berguchi qilib avatilgan payg'ambarman. Sura A'rof 188-oyat. Ularmu xatolashib qoldi. Biz ilgirki bablarda Allah subhanahu va taoloning payg'ambarlarni ma'sum qilganligini bayon qilgan edik. Allah subhanahu va taolo payg'ambarlarni shariatni kishilarga yetkazishda xatolik o'tkazishdan qo'g'digan. Shuni takror ta'kidlaymizki, payg'ambarlarning ma'sum ekanligi ularning hech qachon xatolashmaydiganligidan yoki hech qanday gunoh o'tkazmaydiganligidan derak bermaydi. Xatolashib qilish boshqa insonlarga o'xshashla ularning tabiatida bor. Adem alayhissalom Allah subhanahu va taolo yaqinlashmaslikka buyurgan daraxtning mevasidan yeb qo'ygan. Yunus alayhissalom Allah subhanahu va taolo ruxsat bermasdilla o'z qavmini tashlab chiqib ketgan. Musa alayhissalom bir odamni urib o'ltirib qo'ygan va hakazalar. Lekin bu jihatda cho'qim astin chiqarmasligimiz kerak bo'lgan mundaq bir qancha nuqta bor. Birinchi, payg'ambarlardan sodir bo'lgan xatoliklarning hech biri Allah subhanahu va taoloning shariatini yetkazish jihatda emas edi. Shundaqla Allah subhanahu va taolo payg'ambarlardan sodir bo'lgan xatoliklarni ochiq bayon qilib bergan. Ikkinchi, mutlaq ko'p qism ahvollarda payg'ambarlarning xatoligi unutib qilish yoki xato hukm chiqarib qo'yish degandek insoniy ojizliklar sababli yuz bergan bo'lib, payg'ambarlar hech qachon gunohni yaxshi ko'rgan va davomlashtirgan emas. Shu vajidan ular xatolashib qolganligini his qilgan hamon darhol Allah subhanahu va taologa yuzlanib samimiy tavba qilgan. Uchinchi, payg'ambarlar hech bir zaman ahli kitob o'zlari o'zgartirib olgan Injilda ularga nisbat bergandek qo'rqinchli
va yirginishlik gunohlarni sodir qilib boqqan emas. Payg'ambarlarning beshiga keladigan sinoqlar. Ularmu og'rib qoladi. Payg'ambarlarmu inson bo'lganligi uchun boshqa insonlarga o'xshash og'riq-siloq, kuchlanish, ojizlashish, yashash, o'lish degandeklarni boshdan kechiradi. Allah subhanahu va taolo bizga Ibrohim alayhissalomdan xabar berib, shunday deydi. Tarjimasi: U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi, ussizlik bilan ta'minlaydi. Ağırıp qalsam, u meni saqaytidi. U meni qabzi ruh qiladi, keyin yana terildirdi. Sura Shuara 78-oyatdan 80-oyatgacha. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam og'rib qolganda uni yo'qlagan. Abu Said radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yepinib olgan adiyalni tutib, "Ey Allohning elchisi, bekli qizib ketibsan" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Biz payg'ambarlar mana shundoq. Bizga sinoqmi ig'ir bo'ladi, ajrmi hassilab bo'ladi." Imom Ibn Majah va boshqalar to'plagan. Shayx Albani as-Sahiha 144-nomer va Irwaul Ghalil 3403-nomerda sahih deb baholagan. Payg'ambarlar ig'ir sinoqlarga duch keldi. Biz Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan yuqoridagi hadisda payg'ambarlarga keladigan sinoqning odatdagi kishilarninkidan ig'ir bo'ladiganligini bilib olgan edik. Bu hadisning yana bir nusxasida Abu Said radhiyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli, insonlar orasida kim eng qattiq sinoqlarga duch keladi?" deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kishilar orasida eng qattiq sinoqqa duch keladiganlar payg'ambarlar, ondan o'limalar, ondan solihlardir" deb javob bergan. Imom Ibn Majah va boshqalar to'plagan. Shayx Albani as-Sahiha 144-nomer va Irwaul Ghalil 3403-nomerda sahih deb baholagan. Shuningdek, Said radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Kishilar orasida eng qattiq sinoqqa duch keladiganlar payg'ambarlar. Ondan shulardan qolsa eng yaxshilar. Ondan shulardan qolsa eng yaxshilar. Imom Ahmad, Imom Tirmizi va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 993-nomer va Sahihut Targ'ib va Tarhib 3402-nomerda sahih deb baholagan. Payg'ambarlar duch keladigan sinoqlar hammadan ig'ir bo'lganligi uchun ularga ajr savobmi hassilab beriladi. Yuqorida Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga o'xshab ketadigan Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Biz payg'ambarlarga ajr savob hassilab berilganidek sinoqmi hassilinib keladi. Imom Ibn Said va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 4577-nomer va As-Sahiha 2047-nomerda hasan deb baholagan. Payg'ambarlarning vafoti. Payg'ambarlarmi o'ldi. Hech inson bu dunyoda mangu yashamaydi. Ya'ni har kim oxiratga berishdan ilgari o'ldi. Darvaqa payg'ambarlarning hammasi Aysa alayhissalomdan boshqa vafot bo'lib bo'lgan. Aysa alayhissalomni bo'lsa Alloh subhanahu va taolo hayot beti osmonga olib chiqib ketgan. Nisa surasi 157-158-oyatlar. Halbuki Aysa alayhissalommu qiyomat bo'lishining oldida zaminga tushidi va zaminda jon o'zidi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Senden ilgiri insanlardan hiç kişini mengü yaşatqınımız yok. Sen ölsen ulan mengü yaşamdı. Bundaq bo'lishi mumkin emas. Hiç kimni mengü yaşatqınımız yok. Ularning hammasi o'lidi. Sura Anbiya 34-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundaq deydi. Tarjimasi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat bir payg'ambardir. Onundan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar? Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Sura Ali Imron 144-oyat. Payg'ambarlar vafot bo'lgan joyiga dafn qilindi. Har qanday bir payg'ambar vafot bo'lganda qabristonga opirib dafn qilinmasdan, qayerda vafot bo'lgan bo'lsa, shu yerga dafn qilindi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: har qanday payg'ambar vafot bo'lgan joyiga dafn qilindi. İmam Ahmed to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 5201-nomerda sahih deb baholagan. Allah subhanahu wa ta'ala bu orqali payg'ambarlarni sharaflantirib, ularning vafotidan keyin jasadining u yoq bu yoqqa ko'tarilib yurishining oldini olgan. Payg'ambarlarning jasadlari chirimaydi. Odatda insonlar o'lgandan keyin dafn qilinib, uzoq o'tmayla jasadlari chirishga boshlaydi. Lekin payg'ambarlarning jasadi bundoq bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularga jasadlarini chiritmay saqlashdan iborat alohida iltifot ato qilgan. Aws ibn Aws radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Allah zaminning payg'ambarlarning jasadlarini yeyishini harom qildi. İmam Ahmed, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 2212-nomerda sahih deb baholagan. Payg'ambarlar qabrsidimi hayot bo'lib namoz o'qib turdi. Payg'ambarlar qabrlaridimi hayot bo'ldi. Lekin biz ularning qabridagi bu hayotining mohiyatini bilmaymiz. Chunki qabridagi bu hayot dunyodagi hayotga o'xshamaydi. Lekin biz uning qiyomat kuni tirilishdan ilgariki barzakh hayoti ekanligini bilamiz. Payg'ambarlar vafot topgandan keyinmi Allah subhanahu va taologa eng yaxshi shaklda ibodat qilishni davomlashtirdi. Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: payg'ambarlar qabrlarida hayot bo'lib namoz o'qib turdi. İmam Abu Ya'la, İmam Bazzar va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 2790-nomer va As-Sahiha 622-nomerda sahih deb baholagan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu payg'ambarlarning qabrlaridami o'rnidan turib biz biladigan shaklda namoz o'qiydiganligidan derak bermaydi. Yuqorida bayon qilganimizdek, barzakh hayoti bu dunyodagi hayotga o'xshamaydi. Shuning uchun biz barzakhdagi, ya'ni qabrdagi hayotning mohiyatini aniq bilolmaymiz. Payg'ambarlarning boshqa sifatlari. Ular o'z qavmining tilida so'zlaydi. Payg'ambarlar o'z qavmi bilan o'xshash tilda so'zlaydi. Bu Allah subhanahu va taoloning shariatini aniq va tushunishli qilib yetkazishida intayin muhimdir. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: qandaqli bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Sura İbrahim 4-oyat.
Yana shuningdek Abu Dar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Alloh taolo har payg'ambarni faqat o'z qavmining tili bilanla avatgan. İmam Ahmed to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 5197-numurda sahih deb baholagan. Payg'ambarlarning taqdiri kelishgan bo'ladi. Kishilar odatda kelishgan qaddi qomatlik odamlarning so'zlariga bakrak quloq soladi. Buning aksicha ko'rimsiz, zaif kishilarni masxir qilishadi. Shu vajidan biz Allah subhanahu va taolaning o'z payg'ambarlarini sog'lom, kuchlik va kelishgan qilganligini bayqaymiz. Anas radhiyallohu anhu shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning ichidagi eng kelishgan, eng sehi, eng jasur kishi edi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Shundaqla Anas radhiyallohu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Yusufga barliq insonlardagi go'zallikning yerimi berilgan. İmam Ahmed, İmam Hakim va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 1062-numur va As-Sahiha 1981-numurda sahih deb baholagan. Payg'ambarlarni selishtirish. Payg'ambarlarning ba'zilaridan ustundir. Biz yuqorida payg'ambarlarning insonlarning eng yaxshilari ekanligini bayon qilgan edik. Halbuki bu ularning hammasining fazilat babida bab-barobar ekanligidan derak bermaydi. Shunisi shaksizki, payg'ambarlarning ba'zilaridan ustundir. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ana shu payg'ambarlarning ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi bilan so'zlashdi va ba'zisining darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni terildirish, gachilarni baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Sura Baqara 253-oyat. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning eng yaxshisidir. Biz 2-bobda 5 nafar ulul azm payg'ambarlarning eng yaxshilari ekanligini bayon qilgan edik. Texmi ichkirlab bayon qilishga to'g'ri kelsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ashu 5 payg'ambarning orasidagi eng yaxshisidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Men qiyomat kuni odam bolalarining sayyidi bo'laman. Shundaqla men qabrisi tunji bo'lib yerildigan va shafaati tunji bo'lib qabul qilinadigan kishi bo'laman. İmam Muslim va İmam Abu Davud to'plagan. Shundaqla biz ilgirki bablarda yana Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ato qilgan alohida iltifotlarni bayon qilgan edik. Bu vaqtda Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Men jannat xususida shafaat qilguvchilarning tunjisi bo'laman. Hech qaysi payg'ambarga menga iymon etgandek ko'p odam iymon etmagan. Haqiqatan ma'lum bir payg'ambarga o'z ummatidan faqat birli kishi iymon etgan. İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Allah subhanahu va taolo ilgirki payg'ambarlarga va ularning ummatlariga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida xabar bergan. Allah subhanahu va taolo yana u payg'ambarlarga agar Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganga qadar yashab qolsa, uningga ergishishi kerakligini aytgan. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ular elchiga
ummiy payg'ambarga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ularni selingan taqoq ko'zi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishuvchilardir. Sura A'rof 157-oyat. Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir qitim Umar ibn Xattob radiyallohu anhu bir Yahudidan Tavratning bir parchasini olgan va uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'qishga boshlagan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishga qattiq koyib shundoq degan. Tarjimasi: Sen shak qilyapsan, ey Xattobning o'g'li. Jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, men uni, ya'ni dinni sizlarga g'uborsiz va sab holatda ilib keldim. Agar qarindishim Musa hayot bo'lgan bo'lsa edi, uning menga ergishishdan boshqa tanlashi bo'lmagan bo'lardi. Imom Ahmad, Imom Darimi va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Irwaul Ghalil 1589-nomerda sahih deb baholagan. Cheklangan selishtirish. Gerçi Allah subhanahu va taolaning ba'zi payg'ambarlari yana ba'zilaridan ustun bo'lsa-mu, lekin ularning orasidagi hech qanday birini to'van ko'rish yoki hurmatsizlik qilish qat'iy cheklangan. Payg'ambarlarning bu xil maqsadda, payg'ambarlarning ma'lum birini cho'kirish maqsadida selishtirish cheklanadi. Biz cho'qim barliq payg'ambarlarni yaxshi ko'rishimiz va hurmatlashimiz kerak. Biz cho'qim shu nuqtani tonib yetishimiz kerakki, payg'ambarlarning har qanday boshqa barliq insonlardan yaxshidir. Abu Hurayra radiyallohu anhu va Abu Said al-Khudri radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir qitim bir musulmon bilan bir Yahudi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan Musa alayhissalomning qaysisining ustun ekanligi haqida talishib qilib, musulmon heyliq Yahudini bir shapaloq urgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishdan xabar topgandan keyin bu ish qoyib shundoq degan: Payg'ambarlarni bir-biri bilan selishtirmanglar. Chunki sur chilinganda osmon zimindagi Alloh xohlagandan boshqa barliq kishi hushidan ketadi. Ondan yana bir qitim sur chilindi. Eng avval hushiga keladigan kishi men bo'laman. Hushimga kelib Musa alayhissalomning arshning bir tarafini chang tutib turganligini ko'raman. Musa alayhissalom kishilar bilan tang hushidan ketib, mendan burun hushiga kelganmi yoki tur teg'idagi hodisa yuz bergan kuni hushidan ketgini hisob bo'lib, hushidan ketmaganmi yoki u Alloh hushidan ketishdan mustasno qilganlarning orasidami? Bunisi menga noma'lum. Bu İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar Abu Hurayra va Abu Said al-Khudri radiyallohu anhumalardan rivoyat qilgan ikki hadisning jug'lanmasidir. Yunus alayhissalom qavmini Allah subhanahu va taolaga da'vat qilgan. Lekin u Allah subhanahu va taola ruxsat bermasdanla qavmini tashlab chiqib ketgan. Shuning bilan Allah subhanahu va taola uni lahangning qorniga mahkum qilish orqali jazolagan. Yunus alayhissalom Allah subhanahu va taolaga tavba qilgan va yelinib duo qilgandan keyin Allah subhanahu va taola uni lahangning qornidan qutqizgan va qavmiga yetakchilik qilishi uchun ularning yeniga qaytargan. Ba'zi kishilar bu sabablik Yunus alayhissalomni cho'kirishga urinishi mumkin. Ular shuni unutmaslik kerakki, Yunus alayhissalom bu xatolikni sodir qilgan bo'lsa-mu,
Yenila Allah subhanahu va taolaning katta payg'ambaridir va eng taqvodor insonlardan biridir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam har qanday birovning Yunus alayhissalomni to'van ko'rishini cheklagan. Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: hech kim men Yunus ibn Mattadin yaxshi demisin. İmam Buxoriy to'plagan.